Hello guys, barli yaxshimisiz? Tuzimizlar sizlar bilan men Alpha Gaming Uz. Bugungi videoda bolalar sizlar bilan PUBG Mobile chustuma gaplashib o'tamiz. Mana shunaqa do'stlar bilan birga hujum qilishganda do'stlar boshiga 4-5 ta o'qlarni joylab qo'yishinglar kelyaptimi? Unda mana shu sizlarga tavsiya etaman. Mazza qilib. Yolg'on emas, men chust beraman. Faqat bitta shart. Obuna bo'lmaysiz, obuna bo'ling. Videolarga bo'ldi. Va xohlagan bitta shorts yoki mash katta videoni tagiga kommentariyga aka aytgan shartlar bajarildi. Chust kerak deb bosinglar, men shunday chust sizlarga tashlab berib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa olaveradi. Sizlar sinab chust deyilishim ko'proq men visko nimada turadi? Viskada turadi. Nima yetsam boshqa nimalar o'ynamayman. Men yo'qmi nima yesa qaranglar. Ketdi ana birinchisi. Вообще tutib olmaydi zaten. İkincisi juda tez. Bu close fight derdim. Close fight yaxshi bu. Menga to'g'ri kelmaydi umuman. Hop, bu normal ve uzunlar. Devam. Okay. Bolalar keyin so'rashinglar, aka, axir siz faqat to'g'ri aytyapsiz. Boshqa kimiydiman? To'g'ri bo'ladi. To'g'ri keladi. Juda ko'p. Uchi qisqa masalan. Mana ko'rganlaringiz uchi qiz. Normalniy kamera o'ynaman turdan oldi. O'ynaman. Qarayman bo'l, boshqa hech narsa etmayman. Tashlab o'rgan qachon edi mana uch qiz. Mana bu 6 qiz. Chiroyli javoran. Mana borlar. Aytganman ko'p 4x da o'ynaganim uchun qo'lim 4x olib ketgan. Короче, ko'rib yurdim. Keyin YouTube'da ichim
Instaga chiqsam bolalar. Короче, Instada mana shu zajim qilib o'tirganini ko'rdim-da, onasini. Qayerga ketdi? Tepaga o'tdi, qarab tur. Mana shu tushgan. Holatini aka, men lazerga qo'ysa desanglar bo'ladi. Lazer yana men nimaga qo'yganman? Ko'proq. Mashina lazerga qo'yib qo'ygan. Yotganda lazerga qo'ygan. Lekin yordam beradi. Uni o'rniga minus beradi. İşte haydi olmazsın. Botlayıp atıp durarım, ne bakalım. Bir yap buna. Maaş kolunu düşüp dedim, maaşı var o. Maşında duruyor. Dediğim düşün ben bunu. Lazer kadar duruyor. O tıksla. Ne bakalım bu? Insta'ga bir-ikkita close fight ko'rsataman va video tugatib turaman. Normalniy video chiqib qoldi bizda. Kerak. Sizlarga. Ne var? Öyle kerak bo'lsa, nima yozasiz? Kommentariy. Ko'rapsiz ama şu üstü. Oyu. Gaz atıyor. Короче, mana bolalar, ko'rasizlar. Keyin opit ko'paytirish. Opit ko'paytirsam ko'proq TDM bilan bog'liq bo'ladi. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar va kommentar yozishni unutmanglar. Shu sizlarga kerak bo'lsa, kommentariyada aka, shu kerak deb yozinglar. Uni oldin shartlari kanalga obuna bo'lasizlar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, keyin like bosmagan bo'lsalar, bu videolarga like bosib qo'yinglar va kommentar yozinglar. Aka, shu kerak deb. Men o'qiyman va shunda sizlarga shu tashlab beraman. Xayr.